Salom do'stlar, sizlar bilan bugungi videomiz Android telefonlar uchun 5 xil o'yinlar tavsiya etib o'taman. Ular birinchisi Truck Simulator Offroad Tour, ikkinchisi Mini World, uchinchisi Asphalt 8, bu ham yaxshi o'yinlardan biri. Craftsman va beshinchisi Special Forces Group. O'yinlar bilan sizni tanishtirib o'tdim va biz videomizni boshlaymiz. Birinchisi mana bu o'yin ham yaxshi. Play Marketdan 168 GB ga yuklab olishingiz mumkin. Bu o'yin hech qanday internet talab qilmaydi. Siz o'ynayotgan bo'lsangiz, shu o'yindan chiqib ketgan bo'lsangiz, resume turadi va new game turadi. New game bosib, o'yin boshlanadi. Resume bossangiz esa siz davom etib ketaverasiz. Loading bosdi. Do'stlar, mana boshlandi. Mana bu skorsi, buni tepaga ko'taramiz va gazni bosamiz. Yuradi. Bu o'yin grafikasi ancha yaxshi. O'yinsa bo'ladi. Mana mashina qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bunda missiyalar bajarasizlar ko'proq. Endi next level ni bossanglar, keyingi levelga o'tishinglar mumkin. Mana D ga urib va mana bu yog'ochlar, mana shuni ehtiyotkorlik bilan bu yerdan olib chiqishinglar kerak. Agar bular chiqib ketsa, sizlar yutqazasizlar. Mana xuddi shunday o'yin. Va endi ikkinchi o'yinimiz Mini World. Grafik 2020 deb o'qsa ham bo'laveradi. Mana bu yerdan skin tanlab turib, mana o'zinglar xohlagan skin tanlab играть bosasizlar va новый мир, создать мир qilib mana o'ynab ketaversanglar bo'ladi. Bu o'yinni ham o'ynash internet talab qilmaydi. Internetsiz o'ynasanglar bo'ladi va o'ynashga mos, grafikasi ham yaxshi hisoblanadi. Mana do'stlar, bu yerda sizlar xohlagan uy yoki jonivorlar paydo qilishinglar mumkin. O'zingizlarga xohlagan uylarni qurishinglar mumkin. Qo'ylar o'ldirsanglar ham bo'ladi. Bu o'yinni Play Marketdan yuklab olsanglar ham bo'ladi. O'ttiz yoki 40, eng ko'pi 50-60 megabaytlarga yuklab olsanglar bo'ladi. Bu o'yin haqida ma'lumot berib o'tsak, bu o'yinda ko'pincha uylar qurasizlar, jonivorlar paydo qilasizlar, mana bu tuxumlardan va mana uylar uchun xomashyolar.
Endi 3-o'yinimizga o'tadigan bo'lsak, Asfalt 8 o'yini bu ham yaxshi o'yin. Buni Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi. 120 megabaytga. Retri bo'lsam, Rocky Now, mini game va ozgina kutib turamiz. Bu o'yinda qotmaydi. Telefonlaringiz kuchli bo'lsa, umuman qotmaydi. Hozir men telefonimda ham qotmaydi mana. Xuddi shunaqa boshlanadi. Siz bu o'yinda ko'pincha poygalar o'ynaysizlar, poyga. Mana xuddi shu tarzda o'ynaysizlar do'stlar. Juda ham qiziq o'yin. Bu grafikasi ham yaxshi. Bu tarafdan bo'lsangiz to'g'rimi? Bu o'yinni Play Marketdan 120 megabaytga yuklab olib, buni qilib o'ynashinglar mumkin. Bu o'yin hech qanaqa internet talab qilmaydi. Qilib internetsiz ham o'ynasanglar bo'ladi. Internetli o'ynasanglar ham bo'ladi, internetsiz ham. Ikkalasi ham. Mana do'stlar, juda ham yaxshi o'yinlardan biri. Va bizning 4-o'yinimiz Craftman. Bu ham Minecraftga o'xshagan 50 yoki 60 megabaytlar orasida yuklab olasizlar. Mana skin qilsanglar ham bo'ladi, nastroykalari ham. Igratda bosib, mana xohlagan anavlar sozat qilib. Bu Craftsman yangi obnovleniyasi chiqqaniga 1 yil bo'lib qoldi yo yarim yilmi, esimda yo'q. Yangi obnovleniyasida mana Porsche chiqqan. Bitta Porsche mana. Bu o'yinning grafikasi ham yaxshi, o'ynasa bo'ladi. Mana. Tog'. Jonli qilsa ham bo'ladi, jonsiz qilsa ham bo'ladi. Xohlaganday o'ynasa bo'ladi. Suvga sakrasa ham bo'ladi. Mana. Bu Craftsman ham ancha yaxshi o'yinlardan biri. Do'stlar, agar shu videom 300 ta like yig'sa, men sizlarga GTA turlarini ko'rsatib o'taman. Android uchun GTA 8 yoki 6 xil GTA turlarini ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana shu videom 300 ta like yig'ilsa, komment yozing va like bosing, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bizni eng oxirgi 5-o'yinimiz bu Special Forces Group. Buni yangi versiyasi ham bor, eski versiyasi ham bor. Hozir menda eski versiyasi, yangi versiyasini Play Marketdan 323 megabayt yuklab olsanglar bo'ladi. Bu o'yinning grafikasi ham ancha yaxshi. Ko'pincha bu o'yin haqida ma'lumot berib o'tsam, urush, ya'ni otishmalardan iborat. Mana новая игра va xohlagan mer tanlanadi ba'zi. Hozir mana mana mavutdan nastroykasidan odamlarni ko'paytirib olsanglar bo'ladi. Hozir mana
xohlagan avtomat olsanglar bo'ladi. Men masalan AVM oldim. Do'stlar, sizlarga bu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Avtomatni ham qo'lasa bo'ladi. Avtomat o'tdi. Mana do'stlar, shu yerda bizning videomiz o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. Xayr do'stlar, keyingi videogacha ko'rishguncha salomat bo'lib qolinglar.